Nima uchun biznes yoki tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish kerak? Ko'pchilikka ma'lumki, bugungi kunda 21-asrda har qanday iqtisodiyotda demak biznes, ya'ni aktiv daromad topish bilan shug'ullanmagan insonlar demak o'zini ko'p maqsadlarga erisha olmasligi mumkin. Demak, sabablarni ko'rib o'tamiz. Birinchisi, demak, biznes bilan shug'ullansangiz, siz moliyaviy mustaqillikka erisha olasiz. Ya'ni biznes insonni ish haqiga bog'liq bo'lmagan shaklda rivojlantiradi va tadbirkor o'z daromadini yaratadi va cheksiz oshirish imkoniyati bo'ladi. Agar siz biznesingizni global darajaga chiqara olsangiz, demak bunda yana ham yuqoriroq natijaga erishishingiz mumkin bo'ladi. Va ikkinchisi, demak, vaqtni boshqarish imkoniyatingiz bor. Agar siz o'z biznesingiz bilan shug'ullansangiz, demak siz o'z vaqtingizga o'zingiz xo'jayinsiz. Ya'ni o'z vaqtingizni va yoki hayot tarzingizni o'zingiz belgilaysiz. Bu esa shaxsiy hayotingiz uchun ham sizga katta yordam beradi, shaxsiy hayotni rivojlantirish uchun ham. Va keyingisi, albatta, ijtimoiy ta'sir va ish o'rinlarini yaratish. Biznes bilan, tadbirkorlik bilan shug'ullangan insonlar demak yangi ish o'rinlari yaratadi, turmush darajasini oshirish uchun nafaqat o'zini yoki oilasini yoki yaqinlarini, balki jamiyatga ham demak ijtimoiy hissasi juda katta bo'ladi. Keyingisi, albatta, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash. Demak, biznes bilan yoki tadbirkorlik bilan shug'ullangan insonlar demak mamlakatda muhim kuch bo'ladi. Ishlab chiqarish va soliq tushumlarining o'sishini ta'minlaydi. Juda ko'p iqtisodiy ma'lumotlardan ko'ramiz, ayniqsa rivojlangan davlatlarda, misol uchun AQShda bo'lishi mumkin yoki Yevropada, Yaponiyada demak yalpi ichki mahsulotning juda katta qismi ayrimlarda 50, 60, 70, 80% gacha rivojlangan davlatlarda demak kichik biznes va kichik va o'rta biznes subyektlari tomonidan yaratiladi. Ya'ni bu mamlakatda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun juda katta turtki bo'ladi. Va keyingisi, albatta, biznes bilan shug'ullansangiz, siz albatta yangilik va innovatsiya manbai bilan shug'ullanishga majbursiz. Chunki biznes raqobat darajasida rivojlanadi. Raqobat har qanday bozor iqtisodiyotida bor. Demak, siz yangilik, innovatsiya bilan yangi g'oyalarni kashf etish yoki ularni ijro etish, amaliyotga tatbiq etish bilan faol shug'ullanishingiz kerak. Va albatta keyingisi, shaxsiy o'sish va tajriba orttirish. Demak, biznes va tadbirkorlik bilan shug'ullangan insonlar demak doimiy o'sish bilan shug'ullanadi. Yoki o'zi mas'uliyatini biladi, fikrlashga undaydi o'zini, yoki o'zi tashabbuskorlik g'oyalari bo'ladi. Demak, juda ko'p startaplar aytishimiz mumkin yoki biznesda katta yutuqqa erishgan insonlar demak doimiy o'z ustida, ya'ni shaxsiy o'sish bilan shug'ullanishadi. Ya'ni ular juda ko'p maslahat berishadi. Demak, ko'plab kitoblar o'qish, har hafta bo'lmagan bitta kitob o'qish yoki bo'lmasa shaxsiy rivojlanish uchun o'z maqsadi yo'lida yangi g'oyalarni amalga tatbiq etish. Va keyingi navbatdagi imkoniyatlarimizdan biri demak biznes va tadbirkorlik bilan shug'ullangan insonlarning erkin qaror qabul qilish imkoniyati bo'ladi. Demak, siz biznes yoki tadbirkorlik bilan shug'ullansangiz, demak boshqa hech kimga hisobot bermaysiz. Ya'ni o'z qarorlaringizni o'zingiz qabul qilasiz yoki qarorlarni birgalikda demak aqlli insonlar bilan maslahatlashgan holda, albatta o'z yo'nalish bo'yicha mutaxassislar bilan amalga oshirishingiz mumkin. Va albatta keyingi muhim shartlardan biri biznes va tadbirkorlik bilan band bo'lgan insonlar demak biznes, meros va brend yaratish ustida ishlaydi. Biznes nafaqat foyda, balki kelajak avlod uchun demak meros bo'lishi ham mumkin. Juda ko'p tadbirkorlarni ko'rishimiz mumkin, katta kompaniyalarni tashkil qilgan Yevropadagi AQShli kompaniyalar, bular juda ko'p misol keltirishimiz mumkin. Masalan, Rockefeller yoki bo'lmasa Ford kompaniyasi yoki boshqa kompaniyalar juda ko'p misol. Ular hammasi demak kelajak avlod uchun brend yaratdi va chiroyli, barqaror hayotni, biznesni shakllantirib, meros qilib qoldirib ketishdi. Keyingisi, albatta, global imkoniyatlar eshigini ochadi. Agar siz biznes bilan shug'ullansangiz yoki tadbirkorlik bilan, siz uchun global imkoniyatlar eshigini ochish imkoniyati paydo bo'ladi. Ya'ni zamonaviy biznes internet, eksport orqali amalga oshiriladi. Eksport degani demak ma'lum bir mamlakat hududidan xorij davlatlarga, ya'ni butun dunyoga yoki bo'lmasa asosiy siz bozorlaringiz bo'lgan mamlakatlarga mahsulot yaratish. Tadbirkorlarning muhim foydalaridan biri demak
foydani maksimallashtirish uchun yoki kompaniyani kattalashtirish uchun global bozorlarga chiqish. Chunki ayrim mamlakatlar bozorlari demak kichik bozor bo'lishi mumkin, demak global bozorlarga chiqish. Transmilliy korporatsiyalar demak asosiy xususiyatlaridan biri ham shu. Demak global bozorlarga, ya'ni xorij bozorlariga chiqish. U turli yo'nalishlarda bo'lishi mumkin, demak qo'shma korxona tuzish, o'zini brendi orqali savdo qilish yoki litsenziyalar orqali yoki franchising deymiz, mana bular orqali demak turli mamlakatlarda turli biznesni yaratish imkoniyati bo'ladi. Va albatta keyingisi demak shaxsiy orzu va maqsadlarni amalga oshirish imkoniyati bo'ladi sizda. Agar siz tadbirkorlik va biznes bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, demak biznes orqali demak avvalo o'z shaxsiy maqsadlaringizni yoki bo'lmasa yaqinlaringizni yoki umuman insoniyatga katta imkoniyatlar yaratib berishingiz mumkin. Demak biznesni rivojlantirish bo'yicha orzularingizga yetishish imkoniyati tezroq bo'ladi.